bo'yicha vazifalar belgilab berildi-da. Oldin bitta narsa bor edi. Yaxshi xizmat ko'rsatmasdi, aholini qarzorlikka kiritadi, pulini olib ketardi, bo'ldi. Aholidan ko'plab murojaat kelib tushardi. Hozirchi? Hozir endi shunaqa qaror ishlab chiqildiki, xizmat ko'rsatadi, unga GPS o'rnatiladi. Agar xizmat ko'rsatmasa o'sha hududga, misol uchun haftada 2 marta kirish kerak, ya'ni bu nima deydi, hovlili mahallalarga 2 marta kirish kerakmi? O'sha hududga kirib chiqindan olib ketmadi, aholi pulni to'laydi, u agentlikda yig'iladi puli. Ular ham darajasi belgilab olindi, yashil, sariq, qizil. Xodimlarni. O'sha nima xizmat ko'rsatuvchi korxonalardagi. Ya'ni agar qizilga tushgan bo'lsa unga pul berilmaydi. O'sha fuqaroning puli o'sha yerda turadi-da. Misol uchun siz dekabr oyiga to'lab qo'ygansiz, lekin xizmat ko'rsatmadi. Pulingiz yanvar oyiga o'tkaziladi. Shuning uchun siz endi dekabr oyiga xizmat ko'rsatmagan uchun siz unga pul to'lashingiz kerak. Bo'ldi, yanvar oyiga o'shani xizmatni ko'rsatadi, yanvar oyiga to'lanadi. Siz yanvar oyiga nima deydi? Dekabr oyidagi pulingiz yanvar oyiga o'tadi. Bu ta'minlanyapti hozir. Bu ish boshlandi. Ish boshlangan. Bu bo'yicha hozir endi yaqqol ko'rinyapti, tadbirkorlarimiz ham o'sha xizmat ko'rsatuvchi korxonalar qaysi yaxshi ishlayapti, qaysi yomon ishlayapti, qaysi o'sha boya aytgandek yashil, sariq, qizilga bo'linmoqda. Qizillar taklif ishlab chiqilyapti-da, ularning faoliyatini to'xtatish, tugatish. Chunki nima qilamiz biz uni aholidan murojaat kelib tushayotgan. Bu ertaga monopoliyaning yuzaga kelishiga sabab bo'lmaydimi? Yo'q, monopoliya emas. U misol uchun xizmat masalan yashil chiqindi bo'yicha xizmat ko'rsatuvchi qanaqadir bitta kompaniya boshqalarni sekin-sekin darajasini pastroq ko'rsatib, yo'q. Endi qarang. Savolda. Yo'q, u o'zi hudud lotga qo'yiladi, yutib olasiz. Misol uchun siz Toshkent viloyatining qaysidir Chirchiq, Qibray qaysi hududlarini siz yutib olgansiz lotda, siz o'sha hududga xizmat ko'rsatyapsiz. Siz yashilsiz, siz zo'rsiz. Sizga o'sha 100% aholidan yig'ilgan pul to'lab beriladi. Olaverasiz. Siz maza qilib ish qilaverasiz. Muammo yo'q. Muammo yo'q. Xuddi o'shanaqa boshqa hududda ham tadbirkor bor. Bu tadbirkorlikka aralashmaydi, boshqa hudud, boshqa joyda ular. Demak, u xizmatni oqlolmadimi, yana e'lon beriladi-da, tadbirkorlarni chaqiradi. Agar sen texnikang, nimang bo'lsa, salohiyating yetadigan bo'lsa, mana shu hududga xizmat ko'rsat, mana senga o'sha nimani beramiz. U ham bitta tadbirkorga berilmaydi. U yerda 4 ta 5 ta u tadbirkorlar o'zini loyihasini ko'tarib keladi. Men qayta ishlab chiqaraman, men bunday xizmat ko'rsataman, menda buncha texnika bor, mendan muammo bo'lmaydi. U lotga qo'yiladi, lot orqali yutib olinadi tanlov asosida va xizmat ko'rsatadi. Bu ham o'sha aholini nima deydi, rozi qilish maqsadida qilinayotgan ishlardan bittasi.